Taqdiringiz Xudoga qanday javob berishingizga bog'liq. Mana bu gul g'unchasiga qarang. Uning go'zal atirgulga aylanishi uchun kerak bo'lgan hamma narsa allaqachon uning ichida bor. Ammo bitta savol qoladi: qachon gullaydi? Ko'pchilik o'z kelajagini taqdir boshqaradi deb o'ylaydi. Agar Xudo biror narsani xohlasa, u baribir o'z-o'zidan amalga oshadi deb ishonadi. Ammo agar masala hayotingiz haqida oldindan yozilgan narsada emas, balki Xudo ichingizga joylagan narsalar bilan siz nima qilishini tanlashingizda bo'lsa-chi? Bugun biz nega ayrim insonlar Xudo uchun yaratilgan to'liq maqsadiga erishib gullab yashnashni, boshqalari esa bunga hech qachon erisha olmasligini bilib olamiz. Ko'pchilik go'yo kelajagi allaqachon yozib qo'yilgandek yashaydi. Men shunday tug'ilganman, mening oilam kambag'al edi, yetarli ta'lim olmaganman, menda imkoniyat bo'lmagan. Bu shunchaki mening taqdirim. Ammo bu haqiqatan ham shundaymi? Bir atirgul g'unchasini tasavvur qiling. Birinchi qarashda u unchalik e'tiborni tortmaydi. Unda hali ifor yo'q, go'zalligi ham namoyon bo'lmagan. Odamlar unga e'tibor ham bermay yonidan o'tib ketadi. Ammo o'sha kichik g'uncha ichida gullashni kutayotgan ajoyib bir atirgul bor. Go'zallik allaqachon uning ichida, ifor ham allaqachon uning ichida, salohiyat ham allaqachon uning ichida. Faqat u hali namoyon bo'lmagan. Ko'plab masihiylar ham xuddi shu g'unchaga o'xshab yashaydi. Xudo allaqachon ularning ichiga in'omlar yashirgan, iste'dodlar, qobiliyatlar, orzular va chaqiriqlar. Ammo bu in'omlarni yashirilganicha qolmoqda. Xudo ularni unutgani uchun emas, Xudo hatto qilgani uchun ham emas, balki ular hech qachon rivojlantirmaganligi uchun. Shuning uchun asosiy savol mening taqdirim nima emas, balki Xudo ichimga joylagan narsalar bilan men nima qilaman. Iso hech qachon odamlarga taqdirni kutib o'tiringlar deb o'rgatmagan. U mas'uliyatni o'rgatgan. Iste'dodlar haqida masalda har bir xizmatkor xo'jayindan nimadir oladi. Farq ularning nimani olganida emas edi. Farq ular olgan narsasi bilan nima qilganida edi. Ikki xizmatkor o'ziga berilganini rivojlantiradi. Biri esa uni yerga ko'mib qo'yadi. Iste'dodni ko'mib qo'ygan xizmatkor Xudo uning oldiga qo'ygan imkoniyatni boy berdi. Nega? Chunki faqat salohiyatning o'zi hech narsani o'zgartirmaydi. Salohiyat rivojlantirilishi kerak. Salohiyat ishga solinishi kerak. Salohiyat namoyon bo'lishi kerak. Masalan, avstraliyalik masihiy tadbirkor Peter Daniels haqida o'ylab ko'ring. U qashshoqlikda ulg'aydi. Maktabda o'qishda ham qiynalgan. Ko'pchilik uning hayotiga qarab, undan hech qachon katta natija chiqmaydi deb o'ylagan bo'lardi. Ammo keyinchalik u Iso Masih bilan uchrashdi. Shundan so'ng u ilk bor o'ziga boshqacha nazar bilan qaray boshladi. U endi o'zini sharoitlarning qurboni deb emas, balki Xudo tomonidan maqsad bilan yaratilgan inson deb ko'ra boshladi. U o'rganishni boshladi, kitob o'qishni boshladi, o'z fikrlashini rivojlantira boshladi, o'z tanlovlari uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Oradan yillar o'tib u Avstraliyaning eng muvaffaqiyatli masihiy tadbirkorlaridan biriga aylandi va butun dunyo bo'ylab son sanoqsiz insonlarga ilhom berdi. Tasavvur qiling, agar u shunday deganida-chi: men kambag'alman, chunki bu mening taqdirim. Men ta'lim ololmaganman, chunki mening qismatim shunday. Kelajagimni hech narsa o'zgartira olmaydi. Unda u o'sha joyda qolib ketgan bo'lardi. Ammo u boshqacha yo'lni tanladi. U o'sishni tanladi, u iymonni tanladi, u itoatkorlikni tanladi va aynan shu tanlovlar uning hayotini butunlay o'zgartirdi. Sizning tanlovingiz muhim. Ular kelib chiqishingizdan ham muhimroq, sharoitlaringizdan ham muhimroq, o'tmishingizdan ham muhimroq. Chunki Xudo tayyor va itoatkor insonlar orqali ishlaydi. Peter Danielsning hikoyasi aslida biznes haqidagi hikoya emas. U ishonib topshirilgan ne'matlarga sadoqat bilan g'amxo'rlik qilish haqidagi hikoyadir. Bu Xudo uning ichiga joylagan narsalarni ko'mib qo'ymaslikni tanlagan insonning hikoyasidir. Iso Masih ham aynan shuni iste'dodlar haqida masalda aytadi. 3 xizmatkor xo'jayindan pul oladi. Ulardan ikkitasi o'zlariga ishonib topshirilgan narsani ishga soladi. Uni rivojlantiradi, uni ko'paytiradi. Ular buning uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi. Ammo 3-chi xizmatkor boshqacha yo'l tutadi. U o'z iste'dodini yerga ko'mib qo'yadi. Uni saqlab, uni yashirib, uni rivojlantirmaydi. Uni amalda ishlatmaydi. Xo'jayin qaytib kelganida esa uning qo'lida berilgan imkoniyatdan mahrum bo'ladi. Shuni haqida o'ylab ko'ring. Bu xizmatkor o'g'rilik qilgani uchun hukm qilinmadi, isyon qilgani uchun hukm qilinmadi. U o'ziga berilgan ne'mat bilan hech narsa qilmagani uchun hukm qilindi. Bugun ham shunday qilayotganlar ko'p.
qancha orzular ko'mib yotiribdi, qancha in'omlar rivojlantirmay qolmoqda, qancha chaqiriqlar javobsiz qolmoqda. Bu Xudo ularga bermagani uchun emas, balki insonlar ularni rivojlantirishni tanlamagani uchundir. Ko'mib qo'yilgan salohiyat behuda ketgan salohiyatdir. Yashirib qo'yilgan in'om hech kimga baraka keltirmaydi. E'tiborsiz qoldirilgan chaqiriq hech kimning hayotini o'zgartirmaydi. Xudo allaqachon sizning ichingizda qimmatli bir ne'matni joylashtirgan. Endi savol shunday: uni ko'mib qo'yasizmi yoki uni rivojlantirasizmi? Endi esa yer ostida ko'milgan xazina sandig'i tasavvur qiling. Uning ichida oltin, qimmatbaho toshlar va tasavvur qilib bo'lmaydigan boylik bor. Ammo agar hech kim uni topmasa, ochmasa va undan foydalanmasa, uning qanday foydasi bor? Hech qanday. Xazina haqiqiy bo'lishi mumkin, ammo u yashirilgancha qoladi. Ko'plab masihiylar xuddi o'sha xazina sandig'iga o'xshaydi. Ular o'zlarida osmon xazinasini olib yuradi, ammo uni hech qachon namoyon qilmaydi. Muqaddas kitob shunday yozilgan: biz bu xazinani sopol idishlarda saqlaymiz. Bu xazina muqaddas ruhdir. Sopol idish esa bizmiz. Har bir iymonlining ichida Xudoning muqaddas ruhi yashaydi. Uning donoligi, uning qudrati, uning sevgisi, uning in'omlari, uning huzuri. Ammo yashirin qolgan xazinani dunyo ko'ra olmaydi. Muqaddas ruh o'zini biz orqali namoyon qilishni xohlaydi. Bizning in'omlarimiz orqali, bizning chaqiriqimiz orqali, bizning itoatkorligimiz orqali, bizning xizmatimiz orqali, bizning iymonimiz orqali. Har safar Xudo ichimizga joylashtirgan bir in'omni kashf etib, uni rivojlantirsangiz, muqaddas ruh Iso Masihni sizning hayotingiz orqali namoyon qilish uchun yana bir imkoniyatga ega bo'lasiz. Shunda odamlar Xudoning ezguligini ko'ra boshlaydi. Xudoning donoligini, Xudoning sevgisini, Xudoning qudratini, Xudoning ulug'vorligini. Shuning uchun chaqirig'ingizni kashf eting. O'zingizni ulug'lash uchun emas, bu Xudoning o'zini namoyon qilishi uchundir. Maqsad odamlar sizni qoyil qolib kuzatishi uchun emas. Maqsad ular sizda Iso Masihni ko'rishi uchundir. Shunday ekan, yopiq g'uncha bo'lib qolmang, gullang. Komilgan xazina bo'lib qolmang, namoyon bo'ling. Iste'dodingizni ko'mib qo'ymang, ularni rivojlantiring va ko'paytiring. Hayotingizni nima bo'lishi mumkin edi degan afsus bilan o'tkazmang. Xudo sizni qanday yaratgan bo'lsa, shunday inson bo'lib yetishing. Dunyoga yana bitta yashirin masihiy kerak emas. Dunyoga qayerga bormasin, Iso Masihning iforini olib yuradigan masihiylar kerak. Atirgul gullash uchun yaratilgan, xazina namoyon bo'lish uchun yaratilgan. Siz esa Xudoning ulug'vorligini namoyon qilish uchun yaratilgansiz. Bugun tanlang, o'sishni tanlang, itoatkorlikni tanlang, iymonni tanlang, gullashni tanlang va muqaddas ruh hayotingiz orqali Iso Masihning go'zalligini namoyon qilsin. Dunyoda allaqachon yetarlicha ochilmagan g'unchalar bor. Dunyoda allaqachon yetarlicha ko'milgan xazina bor. Gullang, porlang, Iso Masihni namoyon qiling. Keyingi videolarni kuzatib boring. Agar bu mavzu yuragingizga ta'sir qilgan bo'lsa, izohlarda bugun Xudo siz uchun nimani ko'rsatganini yozing. Agar bu ruhiy sayohatni biz bilan davom ettirmoqchi bo'lsangiz, keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling.